PUBG tarixida bittadan eng ko'p donat qilingan UC qancha? 10, 20, 30, 50 million UC? Yo, 257 million UC. Dada, to'g'ri eshitdinglar, yaxshilab joylashib olinglar. Buni qanaqa bo'lganini aytib bergan holda videoning oxirida qanaqa qilib sportkarlikni full account yutib olishni aytib beraman. Xo'sh, bu uchun 2024-yilda mart oyiga qaytamiz. Ana o'shanda Knyaz tomonidan ekranlarga ko'rib turgan video o'z ijtimoiy tarmog'iga joylagan edi. Videoda ko'rib turganinglardek 77 milliondan ko'p UC. Aynan shundan so'ng TikTokda kattagina hype boshlandi. Boshqa davlat vakillari Knyazga javoban 120 million UC'si bor akkaunt ko'rsatdi. Knyaz bunga shunchaki kulib qo'ygan holda o'zini akkauntiga 151 million UC tashlagan videosini joyladi. Va kutilganidek arablardan bunga atvet keldi. Atvetda 200 milliondan ko'p UC'si bor akkauntni arablar ko'rsatgan edi. Ko'pchilik buni montajlayotgan bir paytda Knyaz navbatdagi 257 million UC'si bor akkauntini qo'lda olingan video tariqasida joylagan holda 80% montajlayotganlarning fikrini shunchaki o'zgartirdi. 257 million UC'ni so'mda tasavvur qilib ko'rganmisizlar? 35 milliard 500 million 211 ming 111 so'm. Bu degani 2,5 million dollar. 257 million UC'ni necha kunda tashlashganini bilmadimmi, lekin aniq Aero UC'ga o'xshab 24 ishlaydigan dodda narxda tez UC tashlab beradigan joydan tashlashgani aniq. Va aynan Aero UC'da 660 va undan tepa UC oladigan bo'lsangiz, sportkarlik leading full account konkursga qo'yilgan. Siz ham bemalol bu konkursda qatnashsangiz bo'ladi. Shoshilib qoling, vaqt kam. 5-may kuni ekraningizda ko'rib turgan Telegram kanali g'olib aniqlanadi. Ha, aytgancha nima deb o'ylaysizlar, bu montajmi yoki rostdan ham shuncha pul donat yuborilganmi? Fikringizni izohda yozib ketinglar.